oramizda qovunni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak. Hamma mavsum kelishi bilan mazza qilib qovun tarvuzi yeb qolgisi keladi. Ayniqsa qovunni hamma yaxshi ko'radi. O'zim ham qondagi qand miqdorini ko'tarib yuborishini bilsam ham, mavsum kelar kelmas qovunga yopishib ketaman. Hattoki mavsum hali kelmasdan turib dori bilan yetishtirilganini bilib tursak ham olaveramiz. Lekin uni po'chog'i foydaliligini bilamizmi? Agar bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Qovun po'chog'i juda ham foydali. Agar uni shirali joylarini shilib tashab, salqin joyda quritib, yanchib olib qo'ysangiz, u nimalarda kerak bo'ladi, shuni aytib o'taman. Qovun po'chog'ini yanchilganini 1 osh qoshig'ini 2 choy qoshiq asalga qo'shib, har kuni ovqatdan oldin 3 mahal yeb yursangiz, qonni tozalar ekan. Undan tashqari, qovun po'chog'ini yanchilganini 6 grammini suv bilan ichsangiz, qo'qdagi, jigardagi hamda buyrakdagi toshlarni maydalab tushirish xususiyatiga ega ekan. Yana ajoyib bir xususiyatini aytaymi? Agar siz go'shtni marinadlamoqchi bo'lsangiz, mana shu yanchilgan qovun po'chog'idan 1 qoshig'ini qo'shsangiz, go'shtni tut-putini chiqarib yuborar ekan. Bu hali hammasi emas. Mana shu quritilgan qovun po'chog'ini suvga qo'shib turib, o'sha suvda yuzingizni yuvsangiz, ajinlarni yo'qotar ekan. Agar mana shu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videodan boshqalar ham manfaatlanishi uchun like bosing hamda bunaqa foydali ma'lumotlar sizlarga kerak bo'lsa, sizlarni 15-may kuni boshlanadigan marafonimda kutaman. Marafonda bunaqa foydali ma'lumotlardan tashqari sizlarni chiroyli ozdirib ham qo'yaman. Marafon haqidagi batafsil ma'lumotlarni hammasi biodagi Telegram bechkada. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.